Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Men 512-21 guruh talabasiman. Ism familiyam Abdumajidova Aziza. Bizning bugungi video darsimizning mavzusi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda psixik jarayonlarni nutqiy eshituv va nutqni tekshiruv metodlari. Rejalarimiz: birinchisi, eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarda psixik jarayonlar va eshituvning asosiy xususiyatlari. Ikkinchi rejamiz: nutq va eshituvni baholash usullari va texnikalari, diagnostik jarayonlar. Uchinchi rejamiz: ta'lim va reabilitatsiya strategiyalari, muammoni yechish uchun metod va yondashuvlar. Eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarda psixik jarayonlar, rivojlanish xususiyatlari. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda psixik rivojlanishlar. Eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarda psixik jarayonlar kechikib boradi, ya'ni xotira, diqqat va idrok, tafakkur kabi funksiyalar asta rivojlanadi. Bu esa umumiy intellektual salohiyatga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Eshitish muammolari va kognitiv jarayonlar. Eshitish qobiliyatining zaifligi, kognitiv jarayonlarni, xususan lug'at boyligi va muloqot ko'nikmalarini shakllantirishni cheklaydi, rivojlanishini cheklaydi. Bu esa ijtimoiy aloqalarni qiyinlashtirib boradi. Emotsional va ijtimoiy rivojlanish. Eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarni emotsional barqarorligini va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda, ayniqsa o'zini anglash va boshqalar bilan muloqot qilmaslik eng katta to'siq bo'lishi mumkin. Rivojlanishdagi xususiyatlar: bu bolalarda psixik jarayonlar odatdagidan kechroq yoki notekis rivojlanadi, ba'zida esa muayyan turg'unlik yoki pasayish kuzatiladi. Bu reabilitatsiya uchun juda muhim hisoblanadi. Eshitish muammolari va psixik jarayonlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar. Eshitish nuqsonlari va psixik jarayonlar o'rtasidagi bog'liqlik. Eshitish muammolari psixik jarayonlarga ta'sir qiladi. Masalan, diqqat, xotira va emotsional holatlarni buzishi mumkin. Bu esa o'quv va ijtimoiy rivojlanishni cheklaydi. Eshitish muammolari va emotsional rivojlanishlar. Eshitishdagi qiyinchiliklar bolalarda xavotir, qo'rquv, depressiya kabi holatlarni keltirib chiqaradi. Bu esa psixik jarayonlar bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Psixik jarayonlarning eshituvga ta'siri, ya'ni bunda psixik jarayonlar, masalan, diqqat va tinglash, eshituv nuqsonlari bilan bog'liq bo'lib, bolalarda nutq rivojlanishi va kommunikatsiya qobiliyatlarini shakllantiradi. Eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarda psixik jarayonlarni tushunish va tahlil qilish yondashuvlari. Psixik jarayonlarning rivojlanishi. Eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarda psixik jarayonlar, masalan, e'tibor, xotira va fikrlash odatdagidan farq qiladi, ya'ni rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlari bor. Eshituv va psixikaning o'zaro ta'siri. Eshitish muammolari psixik jarayonlarga ta'sir qiladi, ya'ni bu bolalarning muvofiqlashtirish, muomala va o'zini anglash xususiyatlarini, qobiliyatlarini zaiflashtiradi. Tahlil qilish usullari. Psixik jarayonlarni tushunish uchun kognitiv va emotsional testlar, masalan, intervyular yoki kuzatuv usullari qo'llanilib boriladi. Shuningdek, individual yondashuvlar muhim hisoblanadi. Tadqiqotda yangi yondashuvlar. Zamonaviy texnologiyalar, masalan, neyrofiziologik usullar va kompyuterli analizlar yordamida bolalarning psixik va eshituv qobiliyatlarini, eshitish jarayonlarini chuqurroq o'rganishimiz mumkin. Eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarda eshituv va nutq baholash metodlarining asosiy tamoyillari. Eshituv va nutq baholash metodlari. Eshituv va nutq baholash uchun audiometrik va logopedik psixologik testlar qo'llanilib boriladi. Ular bolalarning eshituv va nutq qobiliyatlarini aniqlashda yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar, ya'ni audiometriyalar, akustik emissiyalar va kompyuterli texnologiyalar yordamida aniq va tez baholash mumkin hisoblanadi. Bu esa diagnostika jarayonlarini birmuncha yengillashtiradi va samarali qilib boradi. Individual yondashuvlar. Har bir bolaga moslashtirilgan baholash metodlari va orqali uning ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos ravishda eshitish va nutq rivojlanishini tahlil qilish mumkin hisoblanadi. Diagnostika jarayonlarida texnikalar va usullarning o'ziga xos xususiyatlari. Texnika usullari. Diagnostikada foydalaniladigan texnik usullar va aniq, obyektiv ma'lumotlarni olishga yordam beradi. Masalan, audiometrik testlar va akustik emissionlar hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalar. Bunda zamonaviy texnologiyalar, masalan, kompyuterli audiometriya va vizual simulyatorlar diagnostikani yanada aniq va samarali qilish uchun qo'llanilib boriladi. Individual yondashuvlar. Har bir bolaga moslashtirilgan diagnostika uning yoshiga, holatiga va psixik holatidan kelib chiqqan holda xususiyatlariga mos ravishda texnikalar yordamida metodlar o'tkazib boriladi. Bu natijalarni yanada to'g'ri baholashga imkon beradi.
Nutq va eshituvni baholashda zamonaviy texnologiyalar va metodik yondashuvlar. Zamonaviy texnologiyalar bunda kompyuterli audiometriyalar va yozuvli qurilmalar yordamida eshituv va nutqni aniq baholash imkoniyati yaratiladi. Bu diagnostikani sezilarli darajada yaxshilaydi. Interaktiv usullar, ya'ni virtual reallik va onlayn platformalar orqali bolalarning nutq va eshituv ko'nikmalarini baholash mumkin. Shuningdek, individual yondashuvlarni ishlab chiqish ham mumkin hisoblanadi. Sun'iy intellekt texnologiyalar yordamida eshituv va nutq qobiliyatini rivojlantirish, monitoring qilish, tahlil qilish va individual reabilitatsiya strategiyalarini takomillashtirish mumkin hisoblanadi. Reabilitatsiya jarayonida psixologik yondashuvlar va individual terapiya usullari. Psixologik yondashuvlar, ya'ni bunda reabilitatsiya jarayonida psixologik yondashuvlar shaxsning ruhiy holatini va motivatsiyani oshirishga yordam beradi. Ijobiy muhit va maslahatlar bilan qo'llab-quvvatlash mumkin hisoblanadi. Individual terapiya usullari har bir bolaga moslashtirilgan individual terapiya usullari, masalan, kognitiv behavioral terapiya nutq va psixologik rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Emosional muvozanat. Reabilitatsiya jarayonida emosional muvozanatning ta'minlash uchun psixologik yordam va stressni kamaytirish texnikalari bolalarda o'zini o'zi boshqarishni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Xulosa: eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarda rivojlanish xususiyatlari. Eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarning psixik jarayonlarini kechiktiradi. Xotira, diqqat va fikrlash kabi asosiy funksiyalar sekin rivojlanadi. Bu esa umumiy intellektga ta'sir qilishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalar va baholash metodlari. Zamonaviy texnologiyalar va diagnostika usullari eshitish va nutq rivojlanishini aniq va tez baholashga imkon yaratadi. Bu esa samarali reabilitatsiya uchun muhim hisoblanadi. Reabilitatsiya ta'lim strategiyalarining ahamiyati. Individual reabilitatsiya va ta'lim metodlari, texnologik qo'llab-quvvatlash va psixologik yordam bolalarning kommunikatsiya va nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.